Mana shu molxona aka. Mana shu stoykani bo'yi 5 metr. Mana uni firmamiz bo'yi 3 metr bo'lyapti aka. Shu mana unimiz uzunligi 15 metr. Shu tepadan olasiz. Tepasiga qo'yib berasiz. Qo'yganingizdan keyin aka shu yerdan turib mana unimiz har 7 donadan qo'yganmiz pachkalar. Siz shuni 8 metr tepadan o'tib mana shunga yetishingiz kerak edi, o'rtasiga. Shuni olib, mashina olib turib, mana bu tarafga qo'yasiz. Mana oraliq. Mana o'rniga. Buni o'rniga qo'yasiz. Keyin o'rnidan yana ko'tarib, buni joyiga qo'yib qo'yasiz. Shu aka. Mana bundaqa sarrob, mana bundaqa sarrob. Xo'sh, chekada bo'ladi. Endi chekaga sarrob qo'yiladi. Bu yoqdan ham ko'rsatamiz sizga. Mashina ham olishingiz 2 qavatda bu. Birinchi qavati nari betdiki, ikkinchi qavati shu yerda o'ziga qo'yiladi. Uzunligi 45 metr. 3 bo'lak qilganmiz 15 metrdan. Mana molxonamizni qo'yapmiz. Boshladik qo'yishdi. Tomondan baylashingiz kerak ekan. Ha, naridan baylash kerak. Ha, nasıl qilinglar-da? Ha, yo'q. Endi tushirolmaylik, yetib chiqasiz bor. Boy, yurarsin endi. Nima? Degalaysan. Bunaqa qo'yib olish kerak ekan, bunday qilib, ha? Ha, naridan ham bir qog'onni berish kerak. Qog'on qo'yilgan.